Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'tgan safar Samsungda o'sha kooperativniy Samsungda haqiqiy firmenniy emas, ishlab chiqarilgan garajda chiqarganmi, xullas Brak fleshka haqida video qilgandik. 1000 marta ko'rildi, o'sha ham 2-3 kun mobaynida. Yaxshi, bu odamlarda ancha foydali bo'lgan ekan, ko'pchilik kuzatdi. Mana bugun sizlarga sifatli flesh xotirani men tavsiya qilaman. SanDisk. U fleshkalar 40 ming sotiladigan bo'lsa, bu 60 ming. Ozgina qimmatdir, lekin sifatli. Mana 32 gigabaytlik fleshka sifatli. Mana o'sha raz'yomlari ham, portga tushadigan joylari ham juda chiroyli qilib ishlangan, dizayni ham chiroyli. Mana shtrix kodlari bilan garantiyalari ham bor. 5 yil garantiya. Keyin iminni mana Malayziyada ishlab chiqarilgan deb turib, garantiyasi borligi uchun ishlab chiqarilgan joylarni ham yozyapti. Aytmoqchimanki, foydalansalaring, mana shunaqangi SanDisk fleshkadan foydalansalaring ham uzoq chidaydi, ham buni qayta tiklashga qulay deb tavsiya qilyapman. O'chib ketgan fayllarni tiklash imkoniyati yuqori boshqa fleshkalarga deb ko'rsatyapti. Men shu fleshkani hammaga tavsiya qilaman.